jigar kasalliklarida uchraydigan hol yoki bo'lmasa boshqa turdagi autoimmun, masalan, gepatitlar bo'lishi mumkin. Qorin suyuqligi yig'ila boshlaganda, qorin bo'shlig'idagi suyuqlik yig'ilishi bizada bu astit, lekin boshqa kasalliklarda ham uchrashi mumkin. Qon hajmi kamayganda, ya'ni suyuqlik bo'lganda qorin terisi taranglasha boshlaydi. Assalomu alaykum. Meni ismim Hilola Bolajonova Nasirova. Men Hakim Sino shifoxonasida shifokor, gepatolog, gastroenterolog shifokori bo'lib ishlayman va bugungi mavzuyimizni qorin nimaga kattalashadi degan savolga javob berishga harakat qilamiz. Ko'pincha bu qorin kattalashishi bu vazn yig'ishdan tashqari yana ba'zi bir kasalliklarda uchraydi, xususan jigar xastalanganda, jigar kasalliklarda uchraydigan hol. Bu qorin kattalashishi bizada bo'ladi asosan suyuqlik, qorin bo'shlig'ida suyuqlik yig'ilgan vaqtlarda. Bu har xil kasalliklarda asorati bo'lishi mumkin. Masalan, qandaydir surunkali virusli gepatitlar yoki bo'lmasa boshqa turdagi autoimmun, masalan, gepatitlar bo'lishi mumkin. Undan tashqari ba'zi bir genetik jigar kasalliklarida ham uchraydigan hol. Bu mexanizmi aksariyat bir xil bo'ladi. Bunda mana jigar qattiqlashgani sari jigarimiz bizada qon tomirlar yo'lida qandaydir to'sqin bo'lib qoladi. Qon yaxshi o'ta olmaydi jigardan. Gipertenziya, ya'ni bosim oshadi va qon tomirlari ingichkalashgan tufayli suyuqlik qon tomirlaridan qorin bo'shlig'iga chiqa boshlaydi va shunday qilib qorin bo'shlig'ida suyuqlik ko'payadi. Ba'zi bir bemorlar qabulga kelganda bu suyuqlik ekan, men o'yladim, men o'zim to'lishvoman, semirvoman deb o'yladim, deb shunaqa deb gapirishadi, lekin bu qorin suyuqligi yig'ila boshlaganda boshqa bir hollarga ham albatta e'tibor berishimiz kerak. Qanday hol bo'lishi mumkin? Bu oyoqlarda ham shish bo'lishi mumkin. Rangimizni o'zgarishi, qandaydir bir kasallik tusi ham desak bo'ladi. Tez charchash, holsizlanish, uyqu vaqtini o'zgarishi, masalan, kunduz kuni ko'proq uxlab, kechasi uxlamagan vaqtlar bo'lishi mumkin. Ovqatni yomon hazm qilish, ichishi yaxshi kelmasligi, ya'ni axlat buzilishi deb aytamiz. Mana shunday simptomlar ham bo'lishi mumkin. Bu hamma hol, ya'ni qorin bo'shlig'idagi suyuqlik yig'ilishi bizada astit deb ataladi. Bu astit lekin boshqa kasalliklarda ham uchrashi mumkin. Yana ba'zi bir belgilar bo'ladi organizmda, bularga ham e'tibor berishimiz kerak. Masalan, qornimizda yog' hisobiga kattalashganda qorin yumshoq bo'ladi, lekin suyuqlik bo'lganda qorin terisi taranglasha boshlaydi va qorin o'zi ham tarang bo'lib qandaydir bosim borligiga o'xshab turadi. Mana shunday vaziyatlarda ham bunga biz e'tibor berishimiz kerak. Ba'zi bir hollarda bemorlarda qandaydir toshmalar bo'lishi mumkin. Toshmalar, qichinishlar, yana axlatni rangi o'zgarishi, mana shunday simptomlarga ham albatta e'tibor berishimiz kerak. Organizmimiz ming afsus o'zi bu suyuqlikni chiqarib tashlay olmaydi. Chunki xuddi qon hajmi kamayganda, ya'ni suyuqlikni, umumiy suyuqliklarning hajmi organizmimizda kamaygandek bo'lib, tanamiz qarama-qarshi harakat qilib bu suyuqlikni yig'a boshlaydi va xuddi mana zamknutый kruг degan ibora bor. Qanchaki suyuqlik bizada qorin bo'shlig'ida ko'paysa, xuddi shunday organizmimiz buni jamlay boshlaydi va yana bundan ham osha boshlaydi suyuqlik. Mana shuning uchun albatta to'g'ri medikamentoz terapiya orqali bu suyuqlikni organizmimizdan chiqarib tashlashimiz kerak va albatta buni asosiy sababini topishimiz kerak. Nima uchun, qaysi sababdan organizmimizda astit jarayoni boshlandi? Bular ham infeksion bo'lmaslik bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa noinfeksion jarayon. Bularni hammasini aniqlash uchun albatta vrach, shifokor ko'rigiga kelib,
tekshiruvlardan o'tib, qon tahlillari, ultratovush va fibroskan tekshiruvlaridan o'tib, to'g'ri tashxis qo'yib, sababini topib, albatta, keyin davolanishni zudlik bilan boshlash kerak. Agar sizlarda shu mavzuga xos qandaydir savollar paydo bo'lgan bo'lsa, albatta obuna bo'lib, kanalimizga shu savollarni yozib qoldirsanglar bo'ladi. Biz savollarga javob berishga harakat qilamiz.